Nima mavzu o'tdi boya? Yozmadinglar. Arraf mana A1 ya'ni amaliy birinchi mashg'ulot ideal gazning nimasi edi? Holat tinglama. Qaysi kelasi? Amaliyni g'alaba bitta farq qilsa bo'ladi. Yetsaydi. Chunki yetmasligi. Aytki, hozir o'tamiz. Nima ekan bu? Aralash gazning nima degani? Holat tinglamas. Endi birinchi amaliy, birinchi laboratoriya qanaqa terilgan? Boya aytganda bloklarga olib terilgan. Blok 1. Mana A1, A2, L1, L5. Shundaylar nega desa, hammasi umumiy mavzu. Hozir mana bu laboratoriya 2 o'tsam, boshqa joyga sakrab ketadi. Hozir shunda laboratoriyaga ham amaliy ketma-ket bo'lyapti, ha. Mana hozir mana buni ptichka qildi. Endi buni ptichka qilamiz. Keyingi darsda laboratoriya birda ptichka qilamiz. Keyin L5 qilamiz. Shundaylar. Shunda birinchi blok tugaydi, imtihonlar. Baholanadi. Keyin ikkinchi blok o'tadi. Shundaylar. Agar hozir birdan o'tsam, A1 o'tdim, L1 o'tdim, yemay qoladi. Anaqa mag'zi chiqishmay qoladi. Demak, A2 nima ekan? Aralash gazning holati tinglamas. Aralash ideal gazning. Yoki aralash ideal gaz. Endi nima degani? Birinchi biza nimani ko'rdik boya? Faqat nima uchun? Bitta gaz uchun ko'rdik. Endi savol tug'iladi. Agar o'sha yopiq idishda, konturda farqi yo'q, yopiq sistemada gazlar turlicha dusacha deydi. Turli xil gazlar bor, aralashmas. Bunda qanday bo'ladi deydi. Kim aytadi qanday bo'ladi? Fikrlar bor. Demak, tasavvur qilamiz. 3 xil gaz bor. Sabrina, men. Tasma. Jimutur gapiramiz. Og'izlar gapiramiz, ko'zlar gapiramiz. Demak, birinchi gaz bitta. Ikkinchi gaz qanaqadir mana kattaroq uchinchi gaz. 3 ta gazni aralashtirib. Endi 3 ta gazni biz holatini aniqlash uchun 3 ta gazda ham ideal gazni bo'lamiz. Shundaylar. Demak, ideal gazni sharti nima? Molekulalar bir-biri bilan nima qiladi? Ta'sirlashmaydi. Buni yo'q qilganda uchalasi o'ziga bekitga harakat qiladi. Shuning uchun bularni devorga beradigan bosimi qanday bo'ladi? Har biriniki har xil bo'ladi, lekin alohida bo'ladi. Shuning uchun umumiy bosim, idishdagi umumiy bosim har bir gazning devorga beradigan alohida bosimi bilan hisoblanadi. P2, P3 plus vaholanki nechta gaz bo'lsa. Bu yerdagi P1lar ilmiy tilda qisman bosim deyiladi. Mana bu umumiy deysan. P1, P2, P3 qisman bosim. Nega? Nega qisman bosim? O'sha har xil bosim. Chunki qisman bosib ketadi-da, hammasini bosimni o'zi bermayapti. Bu qisman bosadi, bu qisman bosadi, bu qisman bosadi, hammasini yig'ilsa umumiy bosimni beradi. Mana shu formulaga nima deydi? Dalton qonuni deydi. Bunda nima savol bor?
holat tinglaması. Kitaplarni kelsa o'rgatsa, yozilgan holat tinglamasini kim yozgan desa, domla yozgan edi. O'sha kishi kim yaratgan suratgan ekan. Endi kim yaratgan, kim ixtiro qilgan, texnический ishlarida hal qiluvchi ahamiyatli emas. Biluvchilar darajasi baland bo'ladi. Bilishni chegarasi o'sha holat tinglamasini mag'zi bo'ladi. Tushundinglar? Shuning uchun men nechinchi yil ixtiro qilgan, kim ixtiro qilgan, qanday ixtiro qilgan, o'zini holat tinglamasiga kelguncha, mana bunga kelguncha, ertaga kelguncha to'rtta qonun ketma-ket kelgan. Birinchi qonun, ikkinchi qonun, uchinchi qonun, oxiri bittasi shuni birlashtirib umumiy holat tinglamasini hosil. Har bittasini o'rganishimiz kerak, lekin shart emas. Bilib qo'ysa yaxshi, lekin mag'zi shu. Shundaylar. Endi buni Dalton qonuni degan bir ikkita nima uchun buni ismini berib ketyapmiz. Mana buni ham holat tinglamasi ham ismi nomi. Buni ham anaqa formula nomi Dalton qonuni deydi. Ayrim kitoblarda, masalalarda Dalton qonuni deb yozilganda adashib qolmasligimiz kerak. Shundaylar, bosimga shundaylar. Endi keyingiga o'tamiz. Mana Amerikaning zo'r tarafini nima bilasizlarmi? Ilmga juda katta ahamiyat beradi. Mana qisqartirib o'qimang. Doskalarni ko'rganmisizmi? Uzun bo'ladi. Etajli gitara. Yozuvchilarning fikri bo'linmaydi-da. Tepa-tepa o'tkazib ketadi. Xo'p. Endi har biri uchun holat tinglamas qanday bo'ladi? Har bir qanaqa gaz? Ideal gaz. Shuning uchun har biri uchun holat tinglamasi alohida bo'ladi. Yozamiz shuni. Buni alohida joyga yozamiz. Demak, maqsad bo'ladi qanday? Ha? Guruh maslahat beringlar. Derazdan o'tib o'raymi? Ha? Ko'p qo'shib o'tish kerak, oqib o'tish kerak. Ha. Sochini yulayotsa o'zi sochigan. Ha? Jismoniy zarar yetkazay desa, bechora o'zi qaltirib o'tiribdi. Nima degan. Jim bo'lsa quloqdan kirmayapti. Nima qilish kerak? Idishda demak nechta gaz bor? 3 ta gaz bor. To'g'rimi? Har biri uchun holat tinglamasini yozamiz. Undan oldin o'zgarmas kattalikdan yozib olishimiz kerak. Nima kattalik o'zgarmaydi? Nima uchun? Vot gidaylik. Gazning xususiyati qanaqa? Qo'yilgan idishga yo qanaqadir yopiq konturga nima qiladi? To'liq egalladi. Demak, 3 ta gaz bir-biriga xalaqit bermagan ravishda o'sha hajmni egallaydi. Demak, 3 ta gaz uchun ham hajm nima bo'ladi? Bir xil bo'ladi. Yana nima o'zgarmaydi? Temperatura, batha temperatura beriladi. Nima ekan? Temperaturasi bir xil bo'ladi. Tushundingizmi? Chunki o'sha qo'yilgan idish xona harorati tagida gaz yo'q farqi. Bir xil temperatura uchalasi bir xil ta'sir qilgan uchun nima o'zgarmas ekan? Temperatura o'zgarmas ekan. Lekin qolgani nima bo'ladi? Hammasi uchun alohida bo'ladi. Da, yozamiz. Aytinglar. B barobar elektr. Aha, B1 nima? Hajm B1mi? Yo'q, B'ni o'zi. B'ni o'zi. N1. Aha. R1 T. Aha. T. Yaxshi. Bu nima uchun? Birinchi Gazning ideal gazning nimasi? Holat tinglamasi. Ikkinchisi P2 B N2 L2. Uchinchisi P3 M3 L3. demak mana shu hammasi ketaveradi. Endi nima qilamiz? Bizga nima kerak? Umumiy holat tinglamasi kerak. Shuning uchun hammasini nima qilamiz? Qo'shib yuboramiz. Shunda nima hosil bo'ladi? Mana shunday keltirib chiqarib berasizlar, aytib qo'ying. Azizlar, sabringlar.
Tanlay olaman kerak. Mana shunday filtr chiqarasan shuni. Xullas ko'psinlar. Tushunarsan, to'lasanglar xursand. Nima hosil bo'ldi? Bularni ana bu qanday qo'shiladi sistemada? P1, P1V, P2V, P3V qo'shiladi, keyin bu tomon qo'shiladi. Demak, tenglamani bu tarafi qo'shiladi, tenglik yoziladi va tenglik bu tarafi alohida qo'shiladi. Shunda P1F plus P2 F2 mana buni yozdik. To'g'rimi? Buni yozdik. Yana nima? P3F yozdik. Endi mabodo yana ko'p gazlar bor. Shuning uchun B2 turadi. Ha? P4, P5, P6. Tenglik M1, aha, M1, M1, R1, T plus M2, R2, T. Mana bugunga keldi, bugunga keldi. 3 M3, R3, T. Bugunga keldi. Plus ketdi va hokazo. Endi nima qilamiz? V ni xaslashlarga chiqarib. Yashang. Demak, bitta o'xshashlar bor. Bitta o'xshash. Ha? Bittachi? Demak, ikkinchi o'xshashlar. Xo'p, chiqaramiz. P1, P2, P3, va hokazo. Qavs nima? Hajm barobar nimada endi bu? M1, R1, M2, R2, M3, R3 plus va hokazo. Ajoyib joyga kelamiz. Endi shuni yetmay qolganlar. Xo'p. Endi nima qilamiz? Kim aytadi? Zo'r joyi bor shu yerda. Boya aytib ketdim. Qanaqa qonun? Qayerga? Demak, mana bu nima edi? Mana. Mana aka. Nima edi? Hamma berilgan bosim, umumiy bosim, Dalton qonuni. Demak, mana bu yerda nima qo'yapkanmiz? Umumiy qayerga qo'yapkanmiz? Ya'ni idishdagi beriladigan umumiy bosim. Bu tarafdachi shu turish holati, to'g'rimi? Endi shu joyga aniqlashtirib olaylik. R1, R2, R3 nima? Nima degani gazlar? Har bir gaz uchun alohida bo'ladi. Qayerdan kelib chiqqan? Gazning tabiatidan, xususiyatidan. Shundaymi? Bunday olib qaraganda buni ilmiy tilda gaz pasporti deyishadi. Lekin bu har bir gaz uchun bizga nima kerak? Ideal gaz to'liq chiqish uchun buni ifodaladik. Bu nimada? Massa nima bo'ladi aynan? Gazda har bittasining umumiy yig'indisi. M1, M2, M3 va hokazo. Demak, bu ifodaladik. Buni ifodaladik. Nima qoldi? R qoldi. Bu R nimani R? Aralashgan gazning R. Shundaymi? Shuning uchun ham mana R aralashgan. Hammasini ifodaladik, lekin aralashgan gazni chiqara olmaymiz. Shuning uchun biz hozir tinglamadi. Aralashgan gazni chiqara olsak, biz uchun ideal gaz, aralashmadagi ideal gazning holat tinglamasi kelib chiqadi. Shundaymi? Sal murakkabroq kimni men shundan savol bersa, kim chiqarishni boshlaymiz. O'sha yer haqida gazdan alohida qanday hisoblab topsak? Endi mana gazni uchun berilgan bular. Masalan, hozir uchun shunday tabiat o'zgarmaydi. Doimiy sekirdagi 8 Bu universal gaz.
Bu har bitta gaz uchun alohida bo'ladi, odatda jadvalda berilgan. Lekin bizlarga hozir kerak bo'layotgani RA, ya'ni aralashmaniki. Bu nima degani aralashmaniki? Agar mana tasavvur 3 ta gaz turibdi. Miqdori har xil. R boshqacha chiqadi. Qaysidir gazni miqdorini kamaytirdik, RA yana boshqacha chiqadi. Demak, nimaga bog'liq RA? Ya'ni aralashmaning doimiysi. Nimaga bog'liq? Ichkaridagi komponentlarga bog'liq. Qancha massasi bor, turli xil. Shuning uchun ham biz buni aniq bir narsaga yopishtirib olmaganimiz uchun ham buni formulasini keltirib chiqarishimiz kerak. Mana shu joygacha kim tushunmadi? Mana sal mana shu joy tezlashib ketgan murakkablar. Savol beringlar, savol. Ikkisi savol bermaydi. So'rab turganlar, xotirib qo'yganlar. Sizlar qaysi toifa? O'rtasi. O'rtami? Savol yo'qmi? Sizga nima bo'ldi azizda? Mana shunday ko'z bilan o'tirasiz. Ikkinchi paradan. Hech kim yo'qmi? Ha? Oldinda darsga o'tirmaysiz. Soat teknikada o'tirasiz. Mazasi yo'q? Xo'p, mana oxirgi kelgan joyini davom ettirib olamiz. Nima kelib qoldi oxirida? Ha? Xo'p, qaysiga kelib qoldi intaylaysiz? Aytinglar. Aha. 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 To'g'ri. Endi biz buni keltirib chiqarishimiz va holat tenglamasiga o'xshatishimizda oson bo'lib, holat tenglamasidan parallelni ko'chirib qo'yish. Bizda o'z holat tenglamasi qanday? Bu nima? Umumiy massa, to'g'rimi? Bu nimadir? Aralashmaniki. Bu umumiy temperatura P. Bizlar hozir qayerda nimani o'xshatishimiz kerak? Mana PV ga o'xshash, T o'xshash. Nima qoldi? Mana bu bilan mana bu joy qoldi. Shundaylar, endi mana shu ikkalasi tenglaveramiz. Kim shuni shu joygacha? Marjon tushunmasanglar adashib ketasiz. Tushunyapsizlar? Biz ham qachon oson keltirib chiqardik. Endi bu holat tenglamasiga o'tkazib olish uchun asl holat tenglamasini olib kelib qo'yamizda, ikkalasi tenglaveramiz. Yetib keldimi? Yaxshi. Yozamiz. R aralashmaniki. Nima? Hokazo. Endi bizga nima kerak? Nima bo'ladi? Buni nima deb yozib olsak bo'ladi? To'g'rimi? Ha? To'g'ri yozdimmi? Bu ham tushunadigan, umumiy. Bo'ldi, mana formula aralashma. Ideal gaz aralashmasining nimasi? Doimiy hisoblanadi. Ko'p formulalarni mana shu yerdan kelib chiqadi. Tushundinglarmi? Tushunmadinglarmi? Savol beringlar. Savol. Endi hozir amaliy yechishga o'tamiz. Ozgina o'zgartirishlar, o'shandan keyin amaliy yechishga o'tamiz. Savol. Tushundimi hamma? Tushundimi? Aniqmi? Endi qaraylik. Tasavvur qilamiz. Mana shu yerda 3 ta gaz bor. Shu 3 ta gazning 70% qismi nima? Sochmazor. 30% qismi nima? Kislorod. 10% qismi
vodorod bo'lsin. Ha? O'zi olmasmi? Yo'q, 70-30 yozdingiz. 60 To'g'ri. Endi qaranglar, buni shu foizga nisbatan nimasi bo'ladi? Massasi bo'ladi, to'g'rimi? Endi endi sizlarga savol, mana shu yerda eng nozik joychasi bor, nozik nüanschasi. O'tkazib olsanglar, mana shu hammasi o'tib qoladi. Biron bir jismning ichidagi ulushini ifodalamoqchi bo'lsak, massa ulushi. Massa ulushini ifodalamoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Foizi berilgan. Demak, qarang. Mana shu idishdagi gazning azot qismi massaning 70% ni tashkil qiladi. Kislorod 20% tashkil qiladi. Vodorod 10%. Massa ulushida qanday ko'rinishda yozamiz? X emas, qanday bo'ladi? Demak, massasini nima massaga bo'lamiz? Umumiy massaga, 100 degani umumiy massaga. 100 degani umumiy massa degani. Nasibga tushundimi hamma? Tasavvur qiling. Massa 100% bo'ladi. Bu 70% qismini tashkil qilgan bo'ladi. Shunda nima bo'ladi? Bu litre yoki nima bo'ladi? 70% bo'ladi. Tushundingmi hamma? Demak, har bir komponentani, har bir gazning massasini, o'zini shaxsiy massasini gazlar yig'indisi tashkil qilgan umumiy massaga bo'lsa, nima kelib chiqadi? Massa ulushi. Endi massa ulushini biz Y deb belgilaymiz. Y deb. Tushundingizmi? Bu son prosta. Endi Y nima bo'ladi? M3 taqsim. Y3 M3 taqsim. To'g'rimi? Endi to'g'ri, endi hech to'g'ri. Kim masalaga tushunmadi? Mavzuning nuqtasi mana shu. Ulush tushunib oldinglarmi? Ha? Matematik nima? Bunday qarashga tushundim. Endi muhim joyiga, qiziqarli joyga kelyapmiz. Biz hammasi qiziqarli bo'ldi. Xo'p, mana bundan M1 ni topa olamizmi? Nima bo'ladi? Mana qo'shilganmi? M1 bo'lsa nima bo'ladi? Nima bo'ladi M1 barobar? M ko'paygan Y1 bo'ladi. Hamma yomon qilyapti, hozir jig'im yetyapti borki. Ko'paytirilgan. Kimni uyqusiragan bo'lsam turib qo'yaman. Dars o'qiraychi o'tirar. Ketdi, ha? M2-chi? Y2 ko'paygan Y2 nima? Mana shu nima? ikkinchi Massa ulushi. Massa ulushi. M3? Y3. Ishonaveringlar, hozir bu yerda bor, biz oddiy matematik narsa qilyapmiz. Hech qanaqa murakkab narsa. Harf bilan yozamanmi, rasm chizamanmi, hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Endi bularni nima qilaman? Bularni mana bunga olib qo'yaman. M1 o'rniga, M2 o'rniga, M3 o'rniga. Shunda nima hosil bo'ladi? Mana. Tabii, aytinglar. RR nima bo'ladi? Shundaymi? Keyingisi. Keyingisi. Bahoga yozib. Past. Endi qo'yib qo'ysangiz. Bo'laveradi. Endi qarang. Bu yerda nima chiqadi? M chiqadi.
Shuncha aytganlar qilay bir marta. Nimaga o'xshash? Endi chiqarsa qisqarib ketadi-da, tepasi. Demak, nimaga o'xshash ekan? Endi chiqarib olamiz. Nima qoladi? Endi qaytadan yozamiz. R ulushi, birinchisining ulushi gaz doimiysi, ikkinchisining ulushi gaz doimiysi va uchinchisining ulushi gaz doimiysi va hokazo. Buni nima qilib qisqa ifodalasak bo'ladi? Summa nima? Y R I. I'niki nima? Birdan ketaveradi, engacha hokazo. Ha, shuningdan oddiy ko'ramiz. Mana shu bo'yicha endi nima ishlaymiz? Misol ishlaymiz. Kim shuni keltirib chiqarishdi? Shunda bilanmi? Endi qaranglar, aralashma gaz doimiysini topilishi berilgan bo'lsa, bizga nima problema emas topish. Aralashma gazning nimasi? Ideal holatning nimasini topish problema emas. To'g'rimi? Ham umumiysini aniqlasak, o'sha gazni o'lchab ko'ramiz. Bosimni umumiy bosim o'lchaymiz, hajm turibdi. Umumiy turibdi. Mana buni aniqlasak, qolgan hammasi nima bo'ladi ekan? Avtomatik aniqlanadi. Shundaylar. Savol bor? Masala yechib o'tamiz. Masala yechib o'tamiz. Demak, ishlashni boshlaymiz. O'qinglar. O'qing. Berilish to'g'ri, berilish. Masalan, Birinchi gaz vodorod. ikki gazdan iborat. Vodorod gaz doimiysi 152 jo'l. Aha, vodorod bilan nima berilgan ekan? Azot berilgan ekan. Yaxshi. Demak, vodorodniki R1 deb olamiz. Nima? 152 jo'l taqsim Aha. kilogramm kupaga metr. Yaxshi. R2 349 jo'l taqsim kilogramm metr. Aha, yaxshi. Azot Yo'q. vodorodning ulushi. Massa ulushi. Y. Massa ulushni aytib ketadi. Y1. Nechi? 60%. Yoki 16. Malades. Nima topish kerak? R aralashma. Demak, R aralashma. To'g'ri? Formulasi R birinchi aralashma. unumini yozamiz. Nima edi? Y I R I. To'g'rimi? Demak, ikkita komponentdan iborat bo'lgan ikkita bo'ladi. Y1 R1 plus Y2 R2. Demak, birinchisining ulushi 0.6 R1 nima? Ha. 152. Aha. Nechi chiqdi? 8 nima? Birliklarga umuman aralashmaydi. Oson ekanmi? Oson ekanmi? Juda oson. Bilganga oson. Bilmaganga ursang ham oson.
Keyin shart yozasizlar. Buni yozib oling. Davay, ketdi. Murat o'chirma. Aralashma gazning doimiysi. Aralashma gazning doimiysi 351 joule taqsim kilogramm metr kub. 51. 51 Yol tarzı kilogramm metr kub. Metr kub. 3 ta gazdan iborat bo'lgan sistemaning umumiy massasi 3 kilogramm. Agar harorat 100 Kelvin bo'lsa, bir litr hajmni egallagan aralashma gazning bosimi qanday bo'ladi? Aralashma gazning bosimi qanday bo'ladi? Hamma yoza oldimi? Ishlashni boshlaymiz. Aytinglar beramiz. Umumiy massa 3 kilogramm. Nima? Temperatura 100. Nima? Yana. Hajm Bir litr nima bo'ladi? Nima? Yaxshi. Nima kerak? Yaxshi. Bunday qilib sizlarni yaxshi bilib nima? Yaxshi. Nima kerak? Keyingisi nima bo'ladi? Ko'paytirib olsak, 105. shular 150 bo'lsa 105 chiqadi. Ha? 3 ta 350 ko'paytiringlar. 1500 Kalkulyatorga iltimos. 1 Aniqmi? 155. Sizlar nechi deylar javob? To'g'rida ustoz mana 100. Bizga 10 darajasi nechmi? Ha, bu yerdan nima berasizlar? Bitta nol olsak, 6 Pascal, keyin nima bo'ladi? Nega Pascal? Yaxshi to'g'ri. Keyingisi oxirgisi. Shu bilan tugatamiz. Demak, aralashma gazning doimiysi 219 joule taqsim kilogramm metr kub. 219. 219. 3 ta gaz komponentasidan iborat. 219 joule taqsim kilogramm metr kub. 3 ta gaz komponentasidan iborat. Birinchi gazning massa ulushi 25%. Ikkinchi gazning massa ulushi
35%. Birinchi gazning massa ulushi 25%. Ikkinchi gazning massa ulushi necha? 35%. Agar birinchi gazning doimiysi Yo'lda shunisi topasan. agar birinchi gazning doimiysi 100 joule taqsim kilogramm bo'lsa, 100 joule taqsim kilogramm. Ikkinchi gazning doimiysi 50 joule kilogramm metr kub bo'lsa, uchinchi gaz doimiysini toping. Ana, aytinglar berishdi. Necha? 219 joule taqsim kilogramm metr kub. Aha, keyingisi. Birinchi massa ulushi Aha, 25%. aha. Ikkinchi massa 25 mi? 25 mi? 0,25. Shuni 25 Ikki mi? oyoq bitta narsani biling. Bilasan, bilasan. 2, 3. Anavi? 40 bo'lgandan keyin 0,4. Bo'ldi, to'g'ri. Keyingisi. Keyin R1 Aha, 100 Kilogramm. aha. kilogramm metr kub. Nima topish kerak? R3 topish kerak. Yaxshi. Formula. R aralashma barobar Aha. Y1 R1 minus Y2 minus Y3 R3. Xo'p, R3 topishimiz uchun. R3 barobar Ha, nima bo'ladi? Hammasi birga o'tadimi? bir tomon. To'g'rimi? Keyin nima bo'ladi R3? Taqsim Y3 bo'ladi. Taqsim Y3 Y3. Demak, yozamiz R hadiga. aralashma 219 Aha. minus 0,25 ko'paygan 100 Aha. minus 0,35 ko'paygan 50 Qo'shilgan? taqsim Qayerga qo'shilgan? Y3. taqsim 0,4. Shuni nechi chiqdi? 425. Nima? Joule kilogramm. Taqsim To'g'ri, yaxshi. Dars tugagandan olsam bo'ladi. Qisqa shunga oid 5-6 ta savol bo'ladi boshqacha. Buni yozma tekshiraman. Ha? Umumiy 219. 219. 219.